Salom meni azizlarim. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimga Allohimga hamd va sanolar aytaman. Hop, bugun 15-noyabr. Xudo xohlasa bugun yana chiroyli ochirim qilamiz. Menga podpiska bo'lgan, like bosgan, meni podpishka qilganlar uchun niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Meni hurmat qilganlar, men ham sizlarni hurmatinglarni qilaman. Xudo xohlasa bitta kurmagimiz ham bor. Mayli, bularga ham Alloh kifoya bo'lsin. Xo'p, niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'raymiz. 37 yillik tajribam bilan kecha endi yangi tuxumdan ochib chiqqanlar bilan tenglashtiryapti meni kimdir. Jichcha asabim sal buzildi-yamu, keyin aytdim, yo'q, tengsiz bilan teng bo'lmayman dedim. Xudo xohlasa, hali hammasi meni orqamda. Oldimga tushadiganini bilmadim. Alloh bilguvchi yana. Mayli, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'raymiz. Allohim bugungi kunga biz uchun nimalarni tuhfa qilaman deb qo'ydik. Xo'p. Qarang, bugun Xudo xohlasa tozalanish kuni. Tozalatmoqchi bo'lganlar, amallarni yeshtirmoqchi bo'lganlar, o'qitib, qildirmoqchi bo'lganlar bugun qildiring. Chunki bugun juda ham yaxshi kun deb aytyapti. Xudo xohlasa bu tozalovlarni o'qitganlaringizni, tozalab yo'llaringizni ochirganingizni Xudo xohlasa anaqasini ko'rasiz. Mana tanlov o'zingizda ixtiyor qilgan, tanlov qilish o'zingiz vazifangiz, o'zingizni qo'lingizda, tanlagan insonni o'zingiz qo'lingizda deb aytyapti. Kasallar ham Xudo xohlasa bugun yaxshi kun hamma uchun. Xudo xohlasa ko'ryapsiz mana. Tavakkal qiling Allohga. Hamma narsa zo'r bo'laveradi. Tavakkal. Allohga tavakkal deb turib ishni qiling, hamma ishingiz zo'r bo'ladi deb aytyapti. Bugun albatta yana to'ylar, bazmlar, yaxshi kunlar bo'ladi deb aytyapti kartalarimiz. Xo'p, niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Xudo xohlasa bugun yaxshi deb aytyapti. Xudo xohlasa kartalarimiz yomon kun demadi. Tozalanish, yaxshilanish, poklanish kuni deb aytyapti. Xudo xohlasa menimcha mana. Xo'p, yorqin hissiyotlar, uylar, qandaydir stressga tushib qolganlar, bog'lanib qolganlar ochilishi. Mana juda chiroyli kartalarimiz tushyapti hozir. Qarang. O'zingizda bugun yaxshi fikr bo'ladi deb aytyapti. Fikrlaysiz, tozalanish uchun bugun yaxshi kun. Xudo xohlasa sizga omad, nima keladigan kun deb aytyapti. Xudo xohlasa bir o'qitib tozalating, yo'llaringiz bekinglar, amal tushganlar tozalating. Xudo xohlasa fikrlaringiz ham nima deydi, yorqinlashadi deb aytyapti. Hissiyotlaringiz, har xil hissiyotlaringiz masalan yorqinlashadi. Qandaydir bir o'ylab o'yingizga yeta olmayotgan bo'lsangiz, bugun bitta qaror qiladigan kuningiz deb aytyapti. Qarorga kelasiz deb aytyapti. Xudo xohlasa. Yana kartalarimiz aytyapti, tanlov qila olmayotganlar deb aytyapti. Tanlov qiladigan kuningiz bugun bitta muhim kun. O'zingiz bir qaysidir ishni qila olmasdan, nimani tanlashni bilmay turgan bo'lsangiz, albatta tanlov qilasiz, bitta qarorga kelasiz deb aytyapti. Uy olmoqchi bo'lganlar, oilasiga qaytmoqchi bo'lganlar, qandaydir bir nima desam bo'ladi, bir oilangizni tiklamoqchi bo'lganlar, hammalaringiz bugun tanlovga keladi deb aytyapti. Tanlov qiladigan kuningiz bugun tanlovga kelasiz ekan. Xudo xohlasa. Ozgina bir kasal bo'lib, tushkunlikka tushib qolganlar ham bor ekan. Biz ichimizda hozirda Xudo xohlasa yaxshi bo'lasiz, davolanasiz, o'zingizga kelasiz. Mana qo'l oyoqlaringiz bog'langan bo'lsa, yo'lingizni topa olmayotgan bo'lsangiz, albatta kasalni tuzalgisi kelsa, tabib o'z oyog'i bilan keladi degandek, mana Xudo xohlasa bir o'zgarishlar bo'ladi deb aytyapti. Qo'rqib, diqqat bo'lib, men o'lib qolamanmi, shunaqa xayollar o'tayotgan bo'lsa, albatta bu xayollaringiz ham tozalanishni boshlaydi deb aytyapti. Albatta bugun tozalov kuni ekan, tozalov bo'ladi. Xudo xohlasa
yaxshi kun. Murojaat qiling, kimga bo'lsa ham, kimga tozalatmoqchi bo'lsangiz ham, ko'nglingiz tortgan insonga nima qiling, mendan zo'rlari bor deganlar, shu mendan zo'rlariga murojaat qiling. Shu zo'rlari sizni tozalasin. Xo'p, yana aytyapti, ko'tarilish bo'lishi deyapti. Bir fikrlaringizni jamlashingizni aytyapti. Fikrlaringiz nima deydi? To'zg'igan bo'lsa, bularni yana fikrlaringizni qaytarishingiz, amallar turgan bo'lsa, bu amallarni yechilishi, tozalanishi deb aytyapti. Albatta, sizni haligi tutqunlikda ushlab turgan bo'lsa, siz ixtiyoringiz o'zingizda emasligi, amalni orqasidan sizni ixtiyoringiz o'zingizda emas. Sizni ixtiyoringiz o'zingizda emas, sizni tutqunlikda ushlab turgan bo'lishi mumkin ekan. Shularni bir tozaloq qildirasizlar degan umiddaman. Yana bilmadim. Hozir endi kuzda oxiri, qishda boshlanishi shunaqa bir kun deb aytyapti. Kimlargadir bayramlar, to'ylar, yaxshi kunlar, juda to'ylarimiz ko'paydi. To'ylar bo'lishi, yana menga podpiska bo'lganlarning ichidagilarni ham xursandchilik kunlari kelyapti. Mana balkim birga yashab ketasiz, ajrashganlar, balkim bir o'rtada jinday sovchilik tushib turganlar bo'lsa, birga bo'lasiz ekan. Bugun bir yaxshi kun deb aytyapti. Bugun kelishuvlar, bugun balkim ishingizdadir, balkim hayotingizdadir yaxshi narsalarni bo'lishini aytyapti. Juda ham chiroyli kun deb aytyapti. Siz nima deydi? Qachondan beri kutayotgan ishlaringiz, shu narsalar bo'ladi deb aytyapti. Xudo xohlasa, bugun yaxshilik kun ekan. Hammalaringizni yaxshi kun bo'lishini, yaxshisini oling, yomonini qaytarishingizni Allohda nima deydi, koinotga qaytaring. Allohdan yaxshi narsani so'rang. Qachonki yaxshi narsani so'rasangiz yaxshi bo'ladi. Yomon narsani so'rasangiz albatta baribir yomonlik bo'ladi. Faqat yaxshisini sizlarga tilayman. Yaxshi bo'lsin, oilalar tinch bo'lsin. Farzandlaringiz bilan uyingizda chiroyli hayotda yana davom etishini Allohdan so'rab qolaman. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona didorlashguncha xayr. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Albatta podpiska bo'linglar, like bosinglar. Sizlar podpiska bo'lishinglar, like bosishinglar biz uchun bir motivatsiya. Rahmat, boringlarga shukr.